Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi qismini o'tamiz. Xo'p, ikkinchi qism mana o'tgan darsda o'rganganimiz haligi Postgre, keyin CMD topdim mayli. Endi Shift turib CMD kirib olamiz. Endi mkdir haligi faylimizga kirib olamiz. Mkdirlarni tashlab qo'yganman kanalimizga. Xo'p. CD desktopga kirish esdan chiqmasin. Shunaqa xatolik beradi bo'lmasa. Xo'p, desktopga kirganimizdan keyin CD Fahriddin degan faylimizga kirib olamiz. Xo'p. Endi bunga kirib olganimizdan keyin kode bitta nuqta qilsak, haligi tortgan VS kodimizga kiradi birinchi bor. Birinchi marta mana kirdi. Bu men tortib qo'yganman oldin shuning uchun kodlar chiqdi hozir. Birinchi kod VS kodimizga kirdi. Endi sizda birinchi manaqa turadi. U birladimda enter bosib ko'paytirib olamiz. Xo'p. Endi ikkinchi boshladik. Ism degan o'zgaruvchi ochamiz. Hozir sizlar bilan manaqa o'rganamiz. O'yinlarda bo'ladigan haligi boshida kirganda sizdan ism so'raydi, familiya so'raydi, nomer so'raydi, to'g'rimi? Shularni o'rganamiz hozir. Endi o'rganishdan oldin mana boshlaymiz hozir. Ism degan o'zgaruvchi. O'zgaruvchi nima? O'zgaruvchi bu ma'lumot mana shu ism deb o'zgaruvchi ochgan ma'lumotga yozgan narsamizni, kiritgan ma'lumotimizni vaqtinchalik o'zida saqlab turadi. Xo'p, endi bunga masalan input qaus ichida ismingizni kiriting deb yozamiz. Nimaga? Hozir inputdan keyin qaus ochish. Chunki bu input funksiyaligi uchun. Funksiyadan keyin albatta qaus ochiladi. Endi ismingizni kiriting degan bo'ladi. Ismingizni kiriting deyish uchun har doim manaqa yozuv yozadigan bo'lsangiz, harf, bir dona harf bo'lsa ham mana bunaqa qo'shtirnoq ochishingiz shart. Mana shunaqa shart qo'shtirnoq yoki mana shu xullas shuni ichiga yozasizlar, bo'lmasa qabul qilmaydi, xato deb chiqarib beradi. Qilib turib, ikkitali nuqtani qo'ymasanglar adashib ketasizlar, keyin bitta probel tashlab qo'yasizlar. Input nima bu? Input bu haligi foydalanuvchidan ma'lumot so'rab beradi. Masalan, shu o'yinlarda ham ismingizni kiriting deb so'rab beradigan narsa, funksiya. Bularni kanalga tashlab qo'yaman. Endi ikkinchisi print. Bu ham funksiyaligi uchun qaus ochyapman. Print bu nima? Print bu ma'lumotni foydalanuvchiga ko'rsatib beradi. Masalan, ismingizni kiriting deganda keyin ismingizni kiritganingizdan keyin u ismni sizga chiqarib beradi, ko'rsatib beradi. Endi xo'p, boshladik. Printdan keyin mana ism degan ochgan o'zgaruvchimizni mana shu yerga yozamiz. Hech qanaqa manaqa str emas, chunki bu o'zgaruvchiga umuman manaqa qo'shtirnoq qo'ymaysizlar ism. Mana bo'ldi. Endi haligi CMD'imizga kirib turib, Fahriddin ichida bu. Keyin fayl CMD ga ochgan faylimizni yozamiz. test.py. Yurgizish. Ismingizni kiriting deyapti. Bu yerga Fahriddin deb kiritamiz. Kiritdim. Mana bu yerga menda print qilib berdi Fahriddin. Endi sizlarga fayl ochishni o'rgataman. Fayl birinchi mana shu VS Code'ga kirsangiz hech nima turmaydi. Mayda open new file bir balolar deb turadi. Undan uni bosmasdan tepada Explorer deganda ochgan hali faylingiz, tashqarida desktopda ochgan faylingiz nomi turadi. Uni ustida mana shu kichkina fayl degan narsa turadi. Shu faylni bitta bossanglar yozasizlar bu yerga test.py deb ochib olasizlar. Men ochib olganman, shuning uchun ochmayman endi. Mana test.py bor meni. Shunga mana print ism qildik. Hozir chiqarib berdi menga. Endi boshladik. Mana endi ko'proq qilishga harakat qilamiz. Endi bunga fam qo'shamiz. Familiya yani. Hop. Familiya ham shunday. Input. Hop. strda, ya'ni qo'shtirnoqda familiyangizni kiriting. Yana ikkitali nuqta, keyin bitta probel tashlab qo'ymasanglar adashib ketasizlar. Endi print qilish uchun mana bu ismdan keyin virgul, keyin bitta joy tashlaydilar. Agar joy tashlamasanglar,
haligi ism bilan familiyani birlashtirib chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birlashtirmasdan bitta probel tashlab qo'yasizlar. Keyin buni o'zgaruvchini yozamiz. Fam. Bo'ldi. Endi yana yurgizamiz, ishlatamiz. Hop, bu yerga yana p test .py deb yurgizamiz. Ismingizni kiriting. Fahriddin. Hop, familiyangizni kiriting. Mana ishlayapti. Ibragimov. Hop, Fahriddin Ibragimov chiqib berdi. Endi birinchisi tugadi. Hop, endi bunga nomer qo'shishni o'rganamiz. Nomer. Familiya qo'shishni o'rgatdim. Endi nomer qo'shishni o'rganamiz. Hop. Boshladik. Hop, bu yerga tepaga nomer deb o'zgaruvchi ochib olamiz. Xohlagan o'zgaruvchini ochsanglar bo'laveradi. Faqatgina boshiga 1, 2, 3 anaqa qo'shmasanglar bo'ldi, shunaqa. Boshiga harf yozmashinglar kerak xullas. U yog'i ketaveradi liboychasiga. Endi bu nomerga endi int degan narsani qo'shamiz. Int bu nima? Int bu hozir sizlarga ma'lumot turlari haqida ma'lumot berib ketaman. Ma'lumot turlari bu str, int, float, bool shular hozircha. Keyin o'rganadiganlarimiz list, dict, def funksiya. Dictdan keyin def degan funksiyani o'rganamiz. Def bu funksiyalik uchun ko'karib qoldi. Str ma'lumot turi bu nima desam bo'ladi sizlarga? Hozirgi aytgan qo'shtirnoq. Qo'shtirnoqning ichida yozsanglar, bu str ma'lumotga kiradi. Integer bo'lsa, qo'shtirnoqning ichida yozmasanglar ham bo'laveradi buni. Prosta tak bunga raqam yozishinglar kerak. Bunaqa so'z yozsanglar bo'lmaydi integerga. Float bu qoldig'ini ham chiqarib beradi xullas. Manaqa raqam masalan bo'lish bersanglar, kalkulyator yasaganimizda keyinchalik unga bo'lish beradigan bo'lsanglar, mana shu sonni masalan 2 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldig'i chiqadi, to'g'rimi? Bu qoldig'i bilan kiritib beradi. Masalan 20 qoldig'i. Hozir ko'rsataman sizlarga. 20 qoldiq nuqta 2 chiqarib beradi. 2 qoldig'i orqasida bo'ladi. Endi float. Bu float sizlarga mana qilib beradi. Bool ekan bu. Bool oddiy raqam qabul qilib beradi hozircha. Keyinchalik boshqacha mavzuda o'tiladi bu. Endi bu list. Bu list oddiy qaus. Buning ichida liboy narsa bo'ladi. To'rtburchak qaus. Buning ichiga liboy narsa yozsak bo'ladi. Agar buning ichiga harf yozadigan bo'lsak, ya'ni list ichiga harf yozadigan bo'lsak, strda yozishimiz kerak. Strda hop, strda yozdik. Str. Keyin buning ichiga son yozmoqchi bo'lsak, mana bunaqa son yozib yuboraveramiz. Unaqa str qo'yish shart emas songa list ichida, lekin boshqa qauslarda integerga qo'yish shart. Hop, list o'tdik. Endi mana unga navbat endi dict. Dictda keyinchalik o'tamiz. Bular hali sizlarga kerak emas. Hozircha str int yetadi. Int tushuntirdim. Bunga faqat raqam yoziladi. Raqam so'rab oladi. Buni funksiyalik uchun qaus ochamiz albatta. Buning ichiga input deb yozamiz. Input yana qaus ochamiz, chunki bu funksiyalik uchun nomeringizni kiriting deb yozamiz. Nomeringizni nimaga str yozmaganligim uchun nomeringizni kiriting. Keyin bunaqa qausni yopib qo'yamiz, chunki bu funksiya ikkitalik qaus, chunki bunda yerda integer o'rnida ham qaus bo'lishi kerak. Hop, bunga qausni yopamiz. Nimaga qaus bo'lmadi? Chunki bu yerga bunday qilib qo'yishimiz kerak edi. Hop. Endi bunday qilib qo'ysak. Hop, mana bo'ldi. Endi bu yerga famdan keyin yana bitta
vergul qo'yib, yana joy tashlab, nomer deb yozib, qavsni yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin yurgizamiz buni. Yurgizishni ko'rsatdim mana. Faylingizlar p deb turib, faylingizlar nomini yozasizlar. test.py и enterni bitta bossanglar, ism Fahriddin. Hop, ismingizni kiriting Fahriddin, familiyangizni kiriting Ibragimov. Hop, Ibragimov, nomeringizni kiriting. Agar bunaqa ma'lumot bersanglar, u qabul qilmaydi. Chunki integer deb qo'yganmiz. Integer mana. Hozir ko'rsatganman, u integerim, int deb qo'ygan yozuv. Integerlik uchun bu yerda harf ma'lumotlarni qabul qilmaydi, bu xatolik beradi. Shuning uchun bu yerga iloji boricha raqam yozishinglarni maslahat beraman. Enter bossanglar, mana Fahriddin Ibragimov. Bu shunaqa deb chiqarib beradi. Keyingi darsda bu yerga ism qo'shish, keyin ism, mana masalan sizning ismingiz Ibragim Fahriddin, nomeringiz shu deb aytaman. Hop, endi shunaqa deb chiqarib beradigan qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rayman. Iltimos, like bosib qo'yinglar. Kanalga kirib, shularni men tashlab qo'yaman kanalga yozib. Shuni o'qib yodlab olsanglar yaxshi bo'ladi. Bu ikkinchi qismida, endi uchinchi qismda kutinglar. Chiqadi uchinchi qism ertaga.